Assalomu alaykum. Oybek kanalini qadrbaland, qadrdon obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunday yosh ko'chat, keling ko'rsating mana yoshlari-yu ko'chatlarigacha. Xudo xolasa, akalar, bugun sensatsiya bo'ladi. Jami 12 bosh firmali molini istagan, xohlaganlarga akalar, xudo xolasa, firmani mollari ham bor. Akalar, xudo xolasa, kuzatib boringlar. Mollar qayerdiki deganga 100 ga 100 Namanganda mol akalar. Hech qanaqa vohani, Angrenni boshqa yerda mol emas. 100 ga 100 mana mollarning pachkaligi, orqa bosh holatlari xudo xolasa hamma yeri joyida. Akalar, videoni boshida aytamiz. 4 million 700 ming so'mga ham mol chiqarib beraman men. 4 million 700 ming so'm. Hech qanday rangi siniq rang, nima desam, oq mol, bir qandaydir rangi suymaydigan rang bo'lmaydi. Shvet rang, qo'ng'ir rang bo'ladi, xudo xolasa, xunojim bo'ladi lekin. Xudo xolasa, bag'rini kuzatib tursalaring, 6 million 900 ming so'mga ham buqacha chiqarib beraman akalar. Mana bunday firmani mollari bo'ladi, 10 million ustida. Qo'yingki, hammasi holatiga qarab bo'ladi. Videoni boshida aytib o'taman. Akalar, haliga kommentariyaga yozishyapti-da. Jigarlar, bu narx-navo bizning qo'limizda emas. Biz ham sizlarga o'xshagan dehqonni olamiz. Haliga insonni ko'zini aldab, shamg'alatib, mana molni men sizga Qashqadaryo, Surxondaryodan olib kelib turib, ichida qurti bormi, nimasi bor, uni Xudo biladi. Olib kelib turib sizga, aka, mana arzonga bersam men yaxshiman, lekin sizga mana bunday 200-300 ming qimmat sotib sifatli mol bersam yomonman. Akalar, bu uzoqdan chiqmaydi. Oladigan insonning fikri emas bu. O'sha biz o'zimizni hammani ham hali gadon dushmani gado deyshadi-yu. O'ziga yarasha do'sti dushmani bor. Bu gap bilan men kimnidir yomonlamoqchi emasman, kimnidir savdosiga ham to'sqinlik qilmoqchi emasman. Faqat mol boqib yurgan akalar, biz mana uni mehnatini mana yedishisini olib keling ko'rsating. Mana shundoq ko'rsating, xudo xolasa mollarni. Mana bir qator mana ko'rsating. Mollarni ko'ryapsizmi? Yeb ichishini akalar. Yana nimasi kerak? Mana quruq, birortasi ko'kka tushmagan mana. Mana shu firmadan chiqqan mollar ham, sementalik gibridlar ham, hattoki maydalari ham boshini ko'tarmasdan mana shu quruq somonni yeyapti-da akalar. Yana qanday nima kerak? Yana isbot qilish uchun bizga hech qanday bu mollar kasal yo yotib qolgan emas-da akalar, xudo xolasa, hammasini o'ziga yarasha o'rni bor. Video cho'zildi, ming bor uzr. Oybek uchun ko'rdilaring akalar. Ketgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa, unda biz bir boshdan mana olib kelingda, hop cho'chib ketadi. Yeyapti, ovqat ko'ring mana qorinni. Qorinni endi rang boshni ko'ring. Oyoq qo'l uzunligi ham, orqa bosh ham yomon emas. Xunojin. Xudo xolasa mana o'lchab beramiz. Mana 80 sm chiqayapti mana. Ko'rsating, ana 80 mana. 80 daji mana shu yerda qolayapti mana. Metr tegib turibdi mana. 80. 81 ham chiqayapti. 80 ga olishaveradi. 4 million 700 ming so'm kami bor. Bitta qo'zichoq, oddiy barra qo'zilar 3,5 million, 3 million 800, to'g'ri, 2,5 million, 2 million 900 ga ham chiqyapti. Lekin bitta qo'ydi puli. Tashlab qo'ysa bu mol lekin. Xunojin lekin rangi boshi yaxshi. Endi mana ko'ringlar, yeb ichishni janiva dangillayotibdi. Hop, xudo xolasa endi mana ular. Buqachalar. Keling. Metrni konkret ko'rib olishsin, hali telefon qilayotganda o'ylanish boshqa bo'lmaydi mana. 80 sm. Ko'ryapsiz-a? Mana. Metr yerga tegib turibdi. Xudo xolasa, va jonivor. 80 sm, minus 2 sm ham olishaversin, 78 ga ham olishaversin. Mol unaqa katta narsa emas. Lekin hozirgi kunduzga narx-navosi xudo xolasa yengil bo'ladi. Monosini bo'yi 81 sm. Bunikini ham ikkalasi deyarli bir xil, plus minus 2 sm. Endi bitta narsasi bor bu joyda. Menga aytib sotgan, men ham aytib sotaman. Urug' qo'ydirilgan ekan. Mana molni ko'ring-a. Mana 4 million 700 ming so'm dedingmi? Buni hozir juplab berishga harakat qilamiz. Mana ko'ring. Mana olib kelinglar mana. Mana ko'ring. Mana ovqatda o'zini yeyishini ko'ryapsiz-a? So'z isboti bilan hech qanday tortib qo'yish boshqa yo'q. Mana kipriklarini pushtiligi, burunlarini pushtiligi, 100 gibrid dedi. Mana shoxlarini oqligi ham mana. Shoxlarini oqligi, mana tuyog'ini ham oqligi. Haligi baribir negativchi akalar bo'ladi-da. Akalar, xudo xolasa 100 tali semental demayman, menga shuni sotdi. Gibridligi, haqiqiy gibridligi aniq mana pushtuligidan bilinib turibdi. Hop, narxini gapirib-ku deganga, akalar, mana shu buzashchamiz bo'lsa bor, mana shu buzashchamiz 6 million 900 ming so'm bo'lsa, mana shu buzashchamiz. Xudo xolasa, mana kalla boshini ham ko'rsating. Mana kalla boshlari, mana ko'zlari ham bu
haligi o'zimizning molimizni kalla boshidan ham bilinib turibdi-da, dumaloqqina chiroyligina mol. Bunisi ham mana. Mana xunojinchani ham ko'rsatib qo'yaylik. Buni ham gibrid degan mana tumshuqlarda xol-xol, pushti xol-xollari bor-da. Endi mol ko'chiyapti. Mana 6.900.000 so'm mana qizg'ish tondagimiz. Endi mana sementalchamizda menga haligi deyishmaydi, endi gibrid, nima bo'lsa ham shu narsa. Haligi uka osmonni gapirding, boshqa deyishmaydi. Men ham yaxshi pulga olganman. Yolg'on gapirmay 200-300 mingdan foyda qilsam Alloh sotiladi. Ko'p gapirgandan bo'pti, narxini aytaman. 7.700.000 so'm bo'lsa, yetkazib olib beraman. Haligi 8 million, 8 million 200, 8,5 yo'q narsa. 7.700.000 so'm bo'lsa, vodiyimiz bo'ylab dastavkasi besplatni. Endi akalar, xudo xolasa, bu yog'i sekin kattalashaveramiz. Akalar, janivorlar birontasi kallasi uxurdan ko'tarilgani yo'q. Mana keling, xudo xolasa, mana har bir molning o'ziga yarasha chehrasi bor. Tortganimiz yo'q, netganimiz yo'q mana. Xudo xolasa, molimizda 90 ga olsin yo 2 sm kam olsin. Xudo xolasa, men maqsad ko'rsatib berish, ma'qulga solishaveradi. Endi mana orqa boshni ko'ryapsizlar. Haligi bunaqa bunday bo'lib qolgan ko't emas. Xudo xolasa, to'g'ri quruq narsa, hali sutda turgan narsa emas. Mana qorinlari, xudo xolasa, qorinlari konkret. Mana kalla boshini so'raganlarga. Mana kalla bosh, hamma yo'g'i dumaloqqina, chiroyli. Mana quloqlari ham katta-katta quloq, xudo xolasa, mana ko'zlari hamma yo'g'i mana. Kepak bilan somonni urolab yeyapti mollar, qaytgani yo'q. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, endi nima desam bo'ladi? Hamma har xil, nima desin, arzon chiqaryapsan, boshqa yaqinma chiqaryapsan. Akalar, mesni mol garantiya beraman. Qornini ko'ringlar. 9 million emas, 100 ming kam, 8 million 900 ming so'm bo'lsa, xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib olib beraman. Xudo xolasa Oybekjon, siz qo'yayotgan joydan mesni buzayda, o'zimizni vodiyimizni buzayga yolg'on gapirmaydigan aka mana shunaqa buzayda mananchadan qo'yibdi desin, molni shuni kelishadi, 100 solishtirib bersa, mana shu mollar bekarga. Mana korpuslari mana shunaqa bo'lib bu mol konkret kelib qo'ygan bo'lsa, bekarga mol, xudo xolasa. Endi mana bunday firmenniy variantlar bor. Xudo xolasa uzoqdan olib ko'rsatavering. Mana nimaga hali yaqin olib olding ham deb hali qilishmasin. Bu ham 100% gibrid. Garantiyali hozir buni isbotlab ham beramiz. Bo'ylari 90, bo'ylarni 90 ga olishadi. Endi mana uni ko'ring. Bu yoqqa keling mana. Birinchidan mana pusht hollari bor, ha. U kimdir nimadir deydi. Oq tuyoq, oyoqlarning bo'g'imi ham konkret kelib qo'ygan. Oyoqlarning bo'g'imi ham. O'tgan safarga firmaning molini 9,5 million chiqardim, ulgurmagan akalar bor edi. Bu oyda uka menga berdi. Mana endi mana molni pachkaligini ko'rishsin mana. Mana tepasidan ham olavering, har yog'idan oling, hali pastidan olib katta ko'rsa mana. Bir xil kelib qo'ygan yelka bilan. O kalla bosh dumaloqligini ko'ring. Hamma yeri kelib qo'ygan. Akalar, hop, endi buni narnavoz qizlar deganlarga xudo xolasa yeb ichadi. Mana ko'rib turibsizlar, yeb ichishlari konkret. Xudo xolasa mana mollar bedellayapti, kelaman. Mana ko'rib turibsizlar, videoda ko'rinyaptimi mana? Biz maqsad molimizni haligi oshni maqtashmiz, akalar, prosta borlig'ini sizlarga qo'limizdan kelgancha ko'rsatib beryapmiz. Hali buzak. Mana akalar, qarochi mana shu narsa. Korpus konkret, uzunligiga ham, kesimiga ham e'tibor beringlar molni. Har taraflama kesimiga. Akalar, narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa 100 firmani moli, bunga garantiya beramiz. Narxi uka deydigan bo'lsalaring 10 million 500 emas, 10 million 300 ming so'm bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. O videoda ham o'zi ko'rib turishibdi. Molni bo'yin taraflariga. Mol oshishi katta narsa emas, lekin mana bu ham 90. Bu ham 90, lekin qo'polligida bir-birida o'zi videoda ham ajrab turibdi. Akalar, xudo xolasa 10 million 300 ming so'm bo'lsa, yetkazib olib beraman vodiy bo'ylab, xudo xolasa. Endi akalar, mana molga keladigan bo'lsak, mana. Bu ham, lekin bu firmaniki emas, bu o'sha o'zimizda oddiy hashaki molni endi bolasi, lekin bunda videoda ko'rib turishgan bo'lsa kerak, mana. Buni ham lekin stilkasi bir xil kelib qo'ygan. Hashaki bo'lsa ham, lekin ertagasi bor mol. Oyoq qo'lini uzunligi ham konkret. Mana yetdi orqani ham stilka ham yaxshi kelgan nima oldi. Yeb ichishi вообще somonda soluvdik, mana bu yerda bo'lishibdi. Mana opshining metrda konkret ko'rishsin. Mana 95 chiqayapti, xudo xolasa. Bo'yiga garantiya beramiz. Sihat salomatligi, oyog'ini bo'g'imligi, tuyoqlarining dumaloqligi ham konkret, xudo xolasa. Bemalol 100 tekshirib, kelib ham ko'rib olish, kelib ko'rsa menga nabarat yaxshi. Akalar, bunday
Buni narxi deydigan bo'lsa, akalar 10 million so'm o'tib beraman. 10 million so'm ozgina kami bo'ladi. 10 million so'm deb Oybek o'zini to'ldirmadiysa 9 million 900 ming so'm baraka. Vodiy bo'ylab dastavka arqon nuqtasi 7 ishtisi o'zi bilan ko'rsating, o'xir tozalab bo'ldi bir pasda. O bitta qopdagi silosni, bitta qopdagi somonni, evitilgan somonni tugatdik, lekin ko'ryapsiz, intilib sherigini yeb qo'yapti. Sherigini ovqatini yeb qo'yapti. U gap beylab bo'rib turish boshqa emas. Asoslab gapiryapmiz. Xudo xolasa endi mana ularga, xudo xolasa bularni ham holati konkret inshaalloh. Uy oltirmaydi har biri. Mollarda endi burasi. Xudo xolasa tek jonivor tortirib turgandagi holati mana ko'rsating. Xudo xolasa 95, 94 ga olishsin. 94, 93 ga olishsin. Gap 1 senti aqabaqa, lekin molni xudo xolasa holatiga qarab baho bersin. O'zini realni ko'rsatadigan bo'lsam, mana jonivor. Kalla boshini dumalaga, mana arqonga tushmaganligini hisobiga xudo xolasa yondan ko'rsatmayman. Mana bunda orqa boshini ham, yelkalarini ham olib ko'rsating, hali borini ko'rishsin. Mana orqa bosh suyaklari ham, mana yelkalari ham. Molni hamma mol bilan molni farqi bor. To'g'ri, 300 ming, 500 ming arzon oldim deb quvonasiz. Lekin ertaga molni olmoq, sotmoqi borganda o'zgarishga kelganda, qo'pollashgani kelganda xudo xolasa mol yutib oladi. Behijolat olish olsin. Shu vaqtgacha mana olgan akalar yozib qo'yinglar, baraka topib, rahmat tukarib, hozir ham telefon qilib so'rab olib ketayotishibdi. Bitta video chiqarsak, xudo xolasa kamida 2-3 partni ham tugatib olyapmiz. Xudoyimga shukr. Xo'p, endi bunisiga navbat. Bular bundan buyoq borgan harakat qiladi, bo'laveradi. Egilib, bo'ynini egib turgan holatda 96 sm bo'ynini egib turgan holatda, o yeyishini ko'rsating. Janivarda o'zini to'ldirishini ko'ryapsizmi? To'ldirib yeyapti o'zini. Bu qaytish, chimsalanish yo'q, birotta molda chimsalangan mol yo'q deydi. Haligi chimsalanib yegis kelmayotgan mol bo'lsa, mol kallalarni ko'ryapsizlarmi? Kalla boshlanib. Mana molni xudo xolasa mana shu turish buni qorin bo'ladi. Janivar, xudo xolasa yeb ichgandan chiqqan. Buni oyog'i bo'liqligiga e'tibor beringlar. Men o'zim mol olayotganda e'tibor berib olganim uchun aytaman, o mana hardari yo'qda ekan. Yechilib e'tibor qoldi. Jonivorning hardari yo'qda ekan. Xudo xolasa molni hamma yo'lga garantiya, konkret. Narxi deyishadi. Shu narxi deyishadi. Bunday osmondan kelmaymiz. Mana narxini aytdikmi? Ha? Bu narxini aytdik. Buni narxini deyishadigan bo'lsa, rangi toni ham, orqa boshi ham konkret. 10 million 500 ming so'm berilsin, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Narx-navo hech qayda arzon bo'lgani yo'q, akalar. Bo'ylar 96 chiqyapti, 96 ga olaverasizlar. 10 million 500 ming so'm berasizlar, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy bo'ladi. Yedish sihat salomatligi hamma yeriga garantiyasi bor. Xudo xolasa akalar, muammosi yo'q, ko'ngil to'q qilib olaverasizlar. Endi mana bo'ladi. Xudo xolasa balki. Janivarni mana ko'ryapsizlarmi? Bodom qovog'i deyishadi, ya'ni pitirchilab turibdi mana. Og'izda hali ham ovqat. Oq tumshuq, oq quloq. Bodom qovoq. Endi bodom qovoqmi, nima qovoq bo'lsa shu moli yaxshi demoqchiman. Hali qovog'i ham qandaydir istalari bo'ladi. Mana bo'yini ko'ring. Olib keling mana ko'rsating. Enkayib turibdi mol, bo'ynini egib o'xirga. Bir-birimi? 1 ga olsin, 98 ga olsin. Gap bo'yida emas. Molni shuni kesimiga qarashadi. Orqa boshiga e'tibor berishadi. Bo'ldi, o'zi yetadi. O'shanda ham o'zi bu mana o'xirdan kellarni ko'tarmayapti janob. Deb mana buni orqa boshini ko'rsatmoqchiman-da. Shuni ko'rsatavering orqa boshini mana. Ko'ring. Ko'ryapsizmi tekizligini? Hamma molni stoykasi butun xudo xolasa. Haliga mana qovurg'alarni shular ko'rib olishadi. Qovurg'alar ham konkret yo'qoligi ham, hamma yo'q. Bir siniq, qiyshiq, badanida bo'ka bor, boshqa mol emas. Badan ham mana tekis. Mana hech qanday taraf boshqa qilinmagan. Ba'zi olib keling mana tulovni ko'ring. Mana mol tulovini ko'ring. Mana tulovni. Xudo xolasa mol bitta turib yaltirasin. Xudo xolasa yelka ochib mol konkret bo'lib qoladi. Xo'p, bo'ylari bir 1 metrga 98 ga olsin, bo'ydan umuman tortishmay, olib kelib ko'rib olsin. Narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa narxlarini
11 million 200 ming so'm bo'lsa, xudo xolasa, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Andijon, Farg'ona, Namangandan bemalol aloqaga chiqishaveradi. Endi mana sekin bu yog'i kattayadi. Variantlari kattayib boradi, xudo xolasa. Qo'polligi ortadi. Endi kattayib hali bo'yi, men bo'yga ishqiboz emasman. Har doim sifatlisini olaman. Bozorga olib chiqqanda bo'y mahal pul bo'laveradi mana. 1.3 1.4 mi? 1 metrga olasiz, 1.3 1.4 chiqib turibdi. Endi qarang, bitta mana eti ko'zga noto'g'ri ko'rish mumkin mana, olib keling. Mana masheta, akalar beyti mana xuddi mana o'xirdi mana etiga ishqalanavergan mol, enkib deb ishqalanavergan, mana shu juni to'kilgan. Buni mol boqqan akalar juda yaxshi bilishadi. Xudo xolasa bu molimizni ham oyoq qo'li mana uzunligiga ham e'tibor bersin, mana molni yaziga ham xudo xolasa. Uzunligiga ham bitta e'tibor bersin. Xudo xolasa mana. Quruvday endi hozir mol o'zi shunaqa bo'ladi-da, odam ko'rsangiz aqlat his-yeb qoladi ya boshqa xudo xolasa korpuslarni ham ko'rsating. Mana konkretda inshaalloh u uyaltirmaydi. Ichimdan chiqib gapiryapman. Hali molni maqtovrar ekansan boshqa emas. Ichimdan chiqib gapiryapman. Arziydi mol akalar. Mana suyaydi, mana korpusi butunlay ko'ryapsizlar. Hali yelka parrak bo'lib, orqa ingichkalashib, oldin ingichkalashib ketmagan. Molni haqiqatan mana shular buqalar bo'ladi, mana shu buqalar, xudo xolasa. Inshaalloh endi narxini ham yo'lida qilib beramiz, xudo xolasa. Mana molni o'zini turishi ham. Xudo xolasa turishi ham konkret. Endi mana shuni endi ozgina bir 3 ta shoxi bor xolos. Qolganlar shoxi kallasidan ko'rinmay tursa, mana shuni sal shoxi ko'rinib turadi, lekin orqa boshini pachkaligi yomon emas. Endi narxiga keladigan bo'lsa, uka narxini gapir tezroq deysa, 11 million 500 ming so'mga xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. 11 million 500 ming so'mga. Xohlasa lokatsiya tashlab beraman, kelib yedishisini mana shunday molni shuni ko'rib olishaveradi. Bemalol. Endi bunga o'tadigan bo'lsak. Xudo xolasa, lekin bundan buyog'i ikkita tutori bor. Bitta ko'chatga boqaman deysa, 1 metrga olishadi. 1 metrga ham olaman, 1 metrga. 1 metrga 1.5. 1 metrga 1.5 ki haliga ham qolishaveradi. Endi mana aytib olamiz. Xudo xolasa. Metrni joylab ilibman. Maşallah, buzaydı o'zi. Shuni shvetligini ham, oyog'ida beloqlarni ham ko'rib o'zi odam. Bilmadim, men ham ishqibozi bo'lib bo'lganman akalar, lekin hali buzuq mol. Hali oshcha katta mol u bu deb maqtamayman. Narxiga keladigan bo'lsak, 12 million so'm, xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. 12 million so'mga. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Mol konkret, xudo xolasa, yedishtilarini ko'rib turishibman shu o'xiridan hech qanday bir haligi aytib-aytini olib, netib haligi yamzo. Endi bitta geroyimiz bor mana. Ishani aytalaman, uncha katta molni ham, kelani molni o'zgarishga ham yutib oladi. Mana molni ko'rsatavering, janaman. 1.5 bo'ylar. Mana kellani ko'ring. Haqiqiy kella molim bormi deysa, mana shu bo'ladi. Turishib ko'ryapsizmi? Xudo xolasa mol bor, uncha molni liboy taraflama yutib oladi. Liboy taraflama. Mana hech qanaqa suzg'on boshqa emas. Molni turish xoti ham konkret o'zi. Mana endi bitta mana korpusga bitta xabar qo'shadimi? Uncha katta semirayotgan mollarda yo'q korpus. Nuqtaga tushmaganiga kalla ham naqaryapti. Lekin buni korpusni o'zi korpus aytadi molni. Videoda qanday ko'rinsa, xudo xolasa, borliqda ham mana shunday mol. Borliqda ham mana shunday. Kelib ko'rib olsin. Bo'ylari 1.5 keladi. Molni ko'ryapsizmi turishini? O'ta derski. Xudo xolasa haqiqiy buqadi, ma'na aytishadi. Og'ilda to'g'ri, haligi 1.30 li molim bor, kirsa voy katta ekan. Katta ekan demasin, yerga yoqqan sifat pachka bo'lsin. Liboy ishqiboz aytgan bular. Kerak bo'lsa qassobim aytgan bularga ochib ketadi. Nimaga bu molni biladi-da, yog'ni kam qilib, go'sht ko'p qilishni. Qassob ham juda yaxshi biladi. Akalar, bunday Oybekjon 10 ta gapdan bitta gap deb, ma'noli gap yaxshi desangiz, hammasi ma'noli. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, xudo xolasa 14 million 800 ming so'm bo'lsa 15 million emas. 14 million 800 ming so'm yana kami bo'ladi, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bo'ladi akalar. Xudo xolasa uyaltirmaydi mollar. Hammasi uyaltirmaydi akalar. Ichimdan chiqib arzur qilyapman. Olinglar, baraka topasizlar. Mol oshchi katta emas. Lekin xudo xolasa oyoqlarga ham qaranglar. Inshaalloh hamma yeri kelganda molda akalar
uyaltirmaydi aytyapman-ku. Molni kalla boshlari ham bir dunyo akalar. Turishini ko'ringlar. Video roligimizni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar mana. Mollarimizni yeyishi, hammasi mana qorinlari kang kiradi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarga kattakon rahmat. Barchalarga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishlaringni tilakdoshimiz jigarlar. Qalban gapirdim. Anchagina charchab qoldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.